Xo'sh, do'stlar, bugungi sanamiz 13-mart, hafta kunimiz juma. Barchalarga juma yo'llaringiz muborak bo'lsin. Ko'pchilik aka-ukalarimiz, obunachilarimiz Spargo aka yil yangi avtomat deb so'rab turibsiz. Sizlar uchun qidirib topib qo'ydik mana. 22 avtomat, 27 ming probegda bo'ladi mana. 4 ta yaxshi balon, metan gaz, xo'sh, barcha ishlar qilingan mana. Stopchalar mana bular ideal holatda. Xo'sh, ushbu avtomatlarimizda 1700 dollar bilan bitta pastni olib kelasan, mutlaqo ish haqi talab qilaman. Atigi bitta past bo'lsa xolos. Kelaversa kutib qolamiz. Yarim soatgacha ishlardan bitirib beramiz. Ko'pchilik obunachilarimiz aka yaxshiroq patsiyoni birinchi pastada ekonomik variant degan ekanlarimiz. Sizlar uchun qidirib topib qo'ydik, mana qarab turing. Xo'sh, mana yaxshi qo'llar, kovrik. Do'konga probeg nechta qo'yamiz? 31 ming turk halol shunaqami? 31 ming halol probegda bo'ladi. 10-yil mana yaxshi balonlarda. Biron joyga avtomatlarimiz xasta qilgan joylari yo'q mana. Ideal holatda. Ranglardan umuman olinmagan. Xo'sh, narxi kimga qiziq bo'lsa, kelasa 2400 bonusiga general davensiz shaxsan o'zim hisobdan qilib beraman, kelaverasizlar. 2000 foiz motor xadoga o'zim javob beraman.